Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli bizlarni tinglab turgan barcha kishilarga salomimiz bo'lsin. Xo'p, bugungi videoyimiz inshaalloh sizlarni juda ham hayratga soladigan bir voqea, yaqin hayotimizda bo'lib turgan voqea, ya'ni mavzudan ham ko'rgan bo'lsanglar kerak. Xo'p, bugungi mavzuyimiz Saloh Atiya faqirlikdan millionerlikgacha degan sarlavha qo'ydik. O'zingizlar ko'rib turibsizlar. Inshaalloh Saloh Atiya haqida gapirib beramiz. Aslida bu biznesni qanday rivojlanishligi, mana o'sha ishni qilgan nechta biznesmenlar juda ham badavlat kishilar bo'lib ketganligi, buni kitoblarda ham, tarixda ham va hayotimizda ham ko'rganmiz shunaqa holatlarni. Shuning uchun buni tavsiya sifatida aytmoqchi bo'ldik. Xo'p, mavzuga qaytamiz. Saloh Atiya. Saloh Atiya kim? Saloh Atiya Misrning Dihaliya viloyati Tafahhal Ashrafali qishlog'ida degan joyda tug'ilgan Saloh Atiya degan kishi bo'ladi. U kishi o'zlari ekinshunoslik kulliyasini tamomlagan bo'ladilar va o'zlarini sheriklari bilan o'zlarini sohasiga tegishli bo'lgan bir biznes qilishlikni xohlashadi va ular 10 ta juftlik bo'lishlikka harakat qiladi. Ya'ni 10 kishi o'sha biznesni boshlashga harakat qiladi. Har bittasiga 200 junayhdan tushadi. 200 junayh aslida olib qarasangiz, umuman hech narsaga arzimaydigan pul hisoblanadi. U biznes u yoqda tursin, boshqa bir narsa sotib olishlikka ham arzimaydigan pul hisoblanadi. Odamlar buni 200 junayhdan tushganligini ko'rib hayratga tushadi. Hech narsa pul bo'lmaydi aslida 200 junayhdan tushsa. Bular chorvachilik qilishni boshlaydi. Bir qishloq bolalari, hammalari 9 ta odam topishadi. 9 ta odam 10-odamni qidirishadi, topisha olmaydi. Kunlarning birida Saloh Atiya o'zlarining birodarlarini, ya'ni sheriklarini oldiga kelib turib, "Men 10-sherikni topdim" deydilar. Xursand bo'lib ketadi sheriklari. Qayerdan, kim u kishi, ko'rsating bizga desa, aytadilarki, Saloh Atiya u zot, ya'ni 10-sherigimiz, hamkorimiz bizga pul tikmaydi. Faqatgina bizga to'g'ri yo'lni ko'rsatib turadi va mana o ish to'g'ri, mana o ish noto'g'ri deb ko'rsatib turadi. Shu kishini qildiksa kim axir, kim desa, Alloh deydi. Allohni 10-sherik qildik deydilar. Hammalar bir ovozdan biz rozimiz bu sherikka deydilar. Va ana o'sha yili chorvachilik bilan shug'ullanishadi. Shunday ana o'sha yilning o'zida birinchi daromadi juda ham katta daromad qilishadi. Juda katta daromad qilishadi. Misli ko'rilmagan daromad qilishadi. 200 junayhdan 9 ta odam 200 junayhdan tikkan. Tasavvur qiling. Juda ham katta daromad ko'rishadi. Va ana o'sha yilning daromadida xursandligidan, ya'ni xushchaqchaqligidan ular aytadiki, "Kelinglar, mana 10-sherigimizni hissasini 20% ga oshiramiz" deydi. Ya'ni har bittasi 10% oladigan bo'lsa, bu sherigimiz hissasini 20% ga oshiramiz deydi. Hamma sheriklar bir ovozdan rozi bo'ladi. Bir necha yillar o'tgandan keyin haligi hissador, ya'ni Allohning hissasi 50% ga oshib ketadi endi. Hammalari rozi bo'lib 50% ga chiqaradi. 50% ni Alloh taoloning hissasi deyshadi. Qolgan 50% bizning hissamiz deb turib 50% bo'lib olishadi. Bir necha yillar ichida juda ham katta badavlat kishilarga aylanadi hammalar. Va Allohning hissalariga qishloqlarida maktablar, madrasalar, shifoxonalar, juda katta narsalar va eng tarixda eng katta bo'lgan ish o'sha Misrda Azhar Sharif bo'lgan katta universitet, o'sha jamiani bir kulliyasini, bittagina kulliyasini o'zlarining qishloqlariga olib keladilar. O'sha Alloh taoloning hissasiga faqirlarni boqadilar va o'zlarini ham yonlaridan chiqarib beradi. Bu narsa juda ham katta daromad qilishadi har yili. Vaqtlar o'tib qishloqda ishsiz odam, kambag'al odam, sadaqa so'raydigan odam qolmaydi. Qishloqda o'zini eng faqir qishloq, bir juda ham ishsizlar ko'p bo'lgan qishloq bo'ladi aslida. Saloh Atiya mana o'sha 9 ta sheriklar bilan shu ishni amalga oshirishadi. Va 2016-yilda Saloh Atiya Alloh taoloning huzuriga rihlat qiladi. Ya'ni vafot qilib, Allohning huzuriga ketadi. Saloh Atiyani janozasini o'qish uchun million aholi keladi.
Million, tasavvur qiling, million aholi Saloh Atiyani janozasini o'qishlik uchun 70 yoshlarda vafot qiladilar. O'qishlik uchun million odamlar keladi. Janozasini o'qiydi. Biz bu qissani aytishlikdan maqsadimiz yangi ish boshlayotgan, tadbirkorlik qilayotgan azizlarimizga tavsiya qilamizki, mana o'sha xuddi shu voqeani boshqa bir azizlarimizga, tadbirkorlarimizga, biznesmenlarimizga taklif qilganimizda Allohga shukr, juda ham badavlat kishilarga aylandi shular. Bir lahzada siz tasavvur qiling, sizga hamma narsani berib turgan zotni sherik qilyapsiz. Siz nimadan yutkazasiz? Ertaga Alloh saqlasin, bankrot bo'lsangiz ham Alloh taoloning huzurida siz yuzingiz yorug', Alloh saqlasin. Lekin shu ishni qilgan odamlar hech qachon bankrot bo'lmagan. Avvalo ishingiz halol bo'lsin. Halolga harakat qiling va shuni ortidan shu narsani qiling. Vaqtlar o'tib Alloh taoloning foizini oshirib boravering. Shunaqa darajada badavlat kishilarga aylanasiz. Mana o'sha voqeani aytmoqchi edik. Saloh Atiyani Alloh rahmat qilsin. O zotni qilgan ishlari hali hanuz tillarda doston va inshaalloh qiyomat kunigacha davom etadi. Hatto qishloq ahllari Saloh Atiyani sahobalarning davridan qolgan kishi deb e'tirof qilishardi. Tasavvur qilyapsizmi? Sahobalarning davridan qolgan kishi deb e'tirof qilishar. Ya'ni shunchalik saxiy, shunchalik ko'ngli ochiq, badavlat kishilardan bo'lgan ekanlar. Alloh taolo Saloh Atiyani rahmatiga olsin va u zotni sheriklarini hammalarini ham qilgan ishidan Alloh ajrlarini ko'paytirib bersin. Va siz azizlarga mana o'sha narsani tavsiya qilamiz. Allohni sherik qilgan odam hech qachon yutkazmaydi. Siz Allohni sherik qiling. Bugundan boshlang sherik qiling. Bugun topgan pulingiz 10 so'm topsangiz 1 so'mni Alloh uchun ishlating. Alloh uchun qo'ying shu 1 so'mni. Allohni sherik qiling. Sizdan badavlat kishi bo'lmaydi inshaalloh. Chunki bu gapga biz ishonib gapiryapmiz. Bu gapga amal qilgan kishilar inshaalloh alhamdulillah birontasi bankrot bo'lgan. Allohga hamdlar bo'lsin. Siz azizlarga ham shuni tavsiya qilmoqchi edik. Bugungi videomiz, bugungi tavsiyalarimiz, bugungi o'rtoqlashgan narsamiz sizlarga yoqqan bo'lsa, albatta boshqa kishilarga ham jo'natishingizni so'raymiz va meni inshaalloh kanalimni qo'llab-quvvatlashinglarni so'rayman. Inshaalloh shunaqa voqealar va shunga o'xshash maslahatlarni sizlar bilan o'rtoqlashaman. Alloh qodir qilguncha hammamizga Alloh taolo yaxshilikni va avvalo so'raymizki, hammamizni Alloh taolo badavlatlardan, saxiy badavlatlardan qilsin, o'zini yo'lida xizmat qiladigan badavlatlardan qilsin, jamiyatga foydasi tegadigan badavlatlardan qilsin. Alloh taolodan so'raymiz. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.